Hammaga assalomu alaykum. Bizlarning hurmatli mijozlarimiz uchun yana bir navbatdagi Equinox avtomobilimiz sotuvga geldi. 2023-yil. Endi bunga plus qilingan ishlar e'tibor beringlar. 4 ta yumshoq paket bo'lib turibdi. Полностью polirovka, keramika, химчистка, salon laminatsiya, xullas hamma narsa qilingan mashina. Mashina e'tibor beringlar. Вообще идеальный. Dım şıkkı dedik o. Polностью kol değerlerine salon laminatsiya qilingan. Şu kaçılık kaması gücü. Hamma yeri kraskasi полностью родной. Hech qanday kraska değmeyen. Görüşürüz mümkün. Magnato brendinde çexollarım döşelgen indi. Bu çexolunu bilecek adam biladi üstüne adam. Maşin 37.900 yani 38.000 kilometre yürgen. Özünü halal yürgen probeki. Hiç qanday görtüsler umuman kırılgan zayı yok maşında. Salon laminatsiya albatta bor. Quruq tonirovka murilgan ruxsatnomalari bor mashinani. Görüşürüz mümkün. Balon sosteniyasini ko'ringlar. Mashina yanib turibdi, yanib. Salondan chiqqan mashina bunday deb yoldiramadi lekin. Полностью полировка, keramika. 3 etap polirovka и plus keramika deydi-ku. Shunday narsalar qilinib turibdi mashina. Laboy so'zlashtirlari urilgan. Şu o'tirgan adam olib haydagan adam baribir. Bismillah. Hazrat faydidi. Şu har doimgi gapimiz shu, hammaga nasib etsin shunday mashallah. O'zini do'stuna, o'zina, og'asina, akasina, apasi, akasi, xullas tabriklab o'tirish hammaga nasib etsin. Shunday mashallah bilan. Mashina hozir aytganimning 2023-yil. Полностью kraskasi toza. Plus qilingan ishlar, polirovka, keramika, salon laminatsiya, химчистка, quruq tonirovka, salon и elde morda qismini so'zlashtirgan o'ltirdi. Yumshoq bog'lari bor. Mashina benzinda o'zini halol yurgan probeki 38.000 kilometr. Narxi 400 million so'm. Bemalol kelib, o'zingiz yaqqan tartibda xohlasangiz naqd pul, barter, xohlasangiz esa nasiya savdo orqali xarid qilsangiz bo'ladi. Mashina eng full pozitsiyasi. Elde sidinalarında abduf rejimler ham bor, polasa rejim hammasi bor. Shuni o'tib ketibman. Göstermanizlar. Abduf rejim. Dörtürslar. Xullas qiziquvchilar bo'lsa, bemalol avtoshop hisobimizga kelib turib, o'zingiz yaqqan tartibda xarid qilib ketaverasizlar. Bu yerda esa shokolad qilib taxlangan yana bir mashinamiz Gentra bo'ladi. Bu Gentramizda pokoleniya metan bor. Malibu 2 rul, Malibu 2 bar. Koja qilib chexollar qo'yilgan, ayaktina, poliklar ham qo'yilgan. Monitorlar ham bor. Bu mashinamizdan полностью kraskasi toza. Bagaj qismini gösterdim sizlarga. Ham oldini gösterib o'ting. Eldinde orijinal Amerikancha faram turibdi. 4 tane yumshoq bog'lam qo'yilgan mashina. Orqalarına tonirovka urilgan. Bu mashinam polirovka qilingan. Yoldirib turibdi mazub. Ko'pchilikga qiziq bo'lgan. Samsung sintilar ham qo'yilgan mashina. Metan 400 ta pokoleniya. Euro deyim. Optras toplar ham orijinal. Bu mashinamiz ham 2023-yil. Полностью tayyor. Yana bir aytib o'tgan olsam, Optra Amerikancha orijinal 4 ta yumshoq balon,
pokoleniya metan, arka aynalarına tonirovka urilgan, polirovka qilingan, sideniya chexol, Malibu 2 rul, Malibu 2 bar, monitor va akustik yo'l ham taxlangan. Polniy tayyor. Monitor, zadniy kameralar ham ulangan. Bu mashinamiz narxi 200 million so'm. Bu mashinamizdan xulosada naqd pul, barter, xulosada esa nasiya savdo orqali xarid qilib ketsangiz bo'ladi. 2023 yil. Hech qanday krasi yo'q, mashina 30 ming yurgan. Qiziquvchilar bo'lsa, past nomerlarimizni qoldiramiz, nomerlarimiz bilan bog'lansangiz bo'ladi. Xulosada esa to'g'ri avtoshop avtosalonimizga kelaverasizlar. Mashinalarimiz tayyor sotuvda ikkisi. Endi faqat ikkisi uchun emas, agar qiziquvchilar bo'lsa, bemalol kelsangizda xalqaro turda mashinalarimiz bor. Kia K5, Malibu 2, XL variant. Yani belli jemshuk deymi? Oqda boqamiz. Mustang. Kia K5. Bu mashinamiz ham 2024 ni oxirida chiqqan. Lekin dokument 2023 bo'ladi. Toshkentdan Perigon bo'lgan. Bunga bu mashinamiz ham qilingan ishlar. Loboy sonzlashda, kurg'oy tonirovka, ruxsatnoma hali 1 yil turibdi mashinada. Polirovka, keramika ham bo'lgan mashina usti. Salon qismiga ko'rsataman. Salon qismida esa oyoq tiyinda o'zini mas qilib bo'lib taxlangan. Bahası 355 milyon so'm. Bendese XL Malibu 2. Mashina 2024. Kurg'oy tonirovka. Bu mashindan 1 yil derpam minutda. Tonirovka ruxsatnomamiz 1600 kilometr yurgan mashina. Endi men hozir sel görünmeydiğin. Sel emas, yaxshi bilan görünmeydi göz. Xullas, göraman desangizlar bemalol jalib ustunda xarid qilib, polnosti göz bilan kechirib, keyin xarid qilsangiz bo'ladi. Nomer qo'qara dedik-ku. 770. Xullas, avtoshop avtosalonimizga borasizlar. Har xil turda mashinalarimiz bor. Bende yine bir XL maşinamiz var. 2023 yıl. Maşin 17 min yurgan. 395 milyon so'm. Har xil pozitsiyada Equinox mashinalarimiz ham bo'lganda. Past nomerlarimizni qoldiramiz, xullas nomerlarimiz bilan bog'lanib, o'zingizga kerakli bo'lgan mashinani so'rasangiz bo'ladi. Chet davlatda bo'lsangizlar, xohlasangizlar doğru WhatsApp yoki bo'lmasam Telegram orqali aloqaga chiqsangizlar ham bo'ladi. Yoki O'zbekistonda o'zingizda bo'lsangiz to'g'ri avtoshop avtosalonimizga kelasizlar. Hammangizni avtosalonimizda kutib qolamiz. Hech qanday ham gapni oxirida aytib o'tadigan bo'lsam, hech qanday mish-mish gap so'zlarga e'tibor bermanglar. Endi baribir biz kunini 5-10 mashina sotamiz. Agar biz mashinlik bo'lishimiz, agar mashinlik bo'ladigan bo'lsak, shu 5-10 mashina sotganimizni egalar ham kelib turib bizlarga va'da etgan bo'lar edi. Yani o'zlarini gap so'z o'rnida emas, просто tak yani aranda so'zlaylar e'tibor bermanglar. Lekin eBay'da misal olganda yo'q, berganda yo'q, adam so'zlayani bilan seviyasi past odam ishonadi u narsaga. Saviyali adam esa ozgina o'ylanib ko'radi. Navg'onning mototda ekan, baribir orient tarafdan ko'rish kerak-ku. Ya'ni tangani bir tarafini yurgandan keyin orient tarafini ham ko'rishni bilish kerak. U tanga ikkan taraflama aylantirgandan bir xil olib chiqmaydi-ku. Xullas, avtoshop avtosalonimizga kelasizlar. Sizlar uchun biz har doim xizmatdamiz. Kecha gündüz telefonlarsangizlar, damo ham sho'llarda o'zdaydi-ku. To'g'ri kelaveramiz savdo qilish uchun, sizlarning ishlaringizni bitirish uchun.